Assalamualaikum. Hazaras Matyajoy patolog obunaçıları. Biz yine Hazaras tumani Beshta qishlog'ida o'z patologlarimizni o'rnatib berish uchun keldik. Ko'rishingiz mumkin. Hozirda teyini düzüp jarayoni bo'lib turibdi, xudo xolasa. Yine bu xonamizni o'rnatib bo'ldik, ustanib kelinadi. Ko'rishingiz mumkin. Patologlarımız uzun variantda etib o'rnatib berdik. Gullarni qarang, gullarni o'zine tushib ideal bo'lib turibdi, xudo xolasa. Qolgan endi remont ustalarına bog'liq. Devorni cho'tga etib patolog ham qo'shtirsalar, ideal bo'lib zo'r bo'lib chiqadi, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Eng muhimi like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Eng zo'r videolar olib chiqamiz, xudo xolasa. Sizlar uchun manfaatli bo'ladi.